Bu mana yangi universitet shahar. Altstadt. Ketdik. Shu ko'chaga qaylarkan bo'lsa. Biz hozir tramvay oстановкasiga ketdik. Hozir orada yomg'irchalarga o'xshab quyyordi. 5 minutdan keyin endi lekin maydalashib yog'adi. Rosa ham chiroyli joylar ekan. Havosi toza. Parda sotishar ekan. Hamma joyda qurilish. Bu yerda ham ama bunisi yog'ochli uy ekan. Qarsa ustini beza qoplagan bu. qoplamagan. Las shunaqa student bo'lib Germaniyaga kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa, videolarimni kuzatinglar. Sizlarga Germaniyadagi student hayotidan mana shunaqa qiziqarli videolarni ko'rsatib boramiz. Germaniyaga o'qishga kelmoqchi bo'lganlarga ham kommentariyada yozsanglar yordam berishimiz mumkin.